kuchli migren, aniqrog'i migrenni bosh og'rig'i, черепное давление, или kuni bo'yi uyqusirab yurish, kuni bo'yi kayfiyatsiz, qansirab yurish narsalar bor edi menda. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Turkmanka. Xabaringlar bor. Yaqinda men zulik oldim, ya'ni zulik bilan qilinadigan muolajani qildirdim aynan boshimga. Endi zulikning foydalari haqida gapiradigan bo'lsam, juda ham ko'p. Aynan menga kerakli bo'lgan muolaja haqida sababini aytib o'taman. Men zulik olayotgan kunim ham tomdan dam olib kelganman. Menda ozgina давление o'ynagan. Hozir menda unaqa problemalar yo'q. Zulikga olgan kunim ozgina qonadi, o'shancha ozgina qo'rqdim, lekin hozir menda hammasi zo'r, chotki. Ishonavering. Xo'p, aytishinglar mumkin, siz hali yoshsiz u, sizda buncha muammolar qayerdan deb. Odamlar, hozirgi zamonda именно mana shu черепное давление, migren og'rig'i, men 22 yoshdaman. 15 yoshli qizlarda ham kuzatilyapti bu narsa. Albatta, oldindan buni turmushga chiqmasdan qiz bola buni oldini olish kerak. Bu degani o'zinglarni hamma zulik qo'yadigan, hamma massajistlarga ishoninglar degani emas. Faqatgina professionalga ishoninglar o'zinglar. Men ham ancha surishtirdim, ancha kuzatdim, to'g'risi qo'rqdim, chunki bunaqa muolaja menda birinchi marta. Shuning uchun men ham o'zimni ancha yillik tajribaga ega professional zulikchiga ishondim. Men so'radim, zulik qayerdan keladi? Menga aytdilar, O'zbekiston zuligi allergiya berishi mumkin. Bu Turkiyaning zuligi. Turkiyaning zuligi umuman zulik bermaydi, allergiya bermaydi. Bunaqa muammolar, problema kuzatilmaydi deb va'da berdilar. Ularga ishondim va shu muolajani olib ko'rishga qaror qildim. To'g'risi boshqa ilojim ham yo'q edi. Chunki 3 kun davomida menda dam olishga borib kelganim uchun havo alishib, menda черепное давление o'ynab ketgani uchun bosh og'rig'im 3 kundan beri to'xtamayotgandi. Juda ham kuchli dozadagi dorilar ichayotgandim, og'riq qoldiruvchi, burnimdan qon kelayotgandi. Men bordim, zulikni oldim, boshim birinchi ozgina yaxladi, muzlab ketdi. Keyin o'sha sirraz og'riq qoldi. Я в шоке, ishoninglar. Rosa hayron qoldim. Qayta rahmat etdim ularga. Вот, o'sha kundan beri menda bosh og'rig'i yo'q, qansirash yo'q, anu tez asabiylash yo'q. To'g'risi men ishim ozgina asabiyliroq. O'shaning uchun asabiylash yo'q menda, anaqa uyqusirash yo'q. Men yuzimni olganim uchun, meni yuzimda qon aylanish tezlashib, men olgan protseduralar yanada ishlab boshlayapti. Hozir men bez makiyajman. Shunaqa qilib men ishondim, qo'rqmadim, Allohga tavakkal qildim va borib mana shu muolajani oldim. Hech qanaqa afsusda emasman. Naborot, men ulardan juda ham minnatdorman. Bu narsa meni hayotim qaysidir darajada o'zgarishiga ham sababchi bo'ldilar. Вот. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Ular zulikdan tashqari hijama или har xil professional massajlar, myodvoy massajlar qilishadi. Qisqasi hamma muolajalarni borib ulardan topasizlar. Meni bu tavsiyam faqat va ayol va qizlarimiz uchun. Meni kommentariyamga kallasi katta erkaklar, yigitlar yozmanglar. Sizlarni o'zinglarni zulik qo'yadigan, massaj qiladigan o'zinglarni erkak massajistlar bo'ladi. Bu tavsiya faqat ayol va qizlarimiz uchun. Boringlar, ko'ringlar, kerak bo'lsa nomerlar, profillarni qoldiraman.